ona esimda o'sha duratskiy uchrashuvingiz. Mana keldim o'sha siz aytgan stilistga. Jonimga tegib ketdi shu uchrashuvlarga ham chiqaverib. Xo'p, bo'pti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugun yana o'sha duratskiy uchrashuv. Yana uchrashuvga chiqishim kerak. Chiroyli qilib berishingiz kerak ekan, oyim aytdilar. Bo'ldi. O'zi bolalarga ham hayronsan. Nimamush, Mahrga uy so'rasam, meni uy berishga sharoitim ko'tarmaydi deydi. Sharoiting ko'tarmasa nimaga uylanasan? Uy ham mayli. Nima deydi? Agar o'qisang, kontraktingni o'zing to'laysan deydi. Nima mayerga tegmayman, yana kontraktimni o'zim to'lasam. Marojniy olib beraman deydimi? Parkka boraman deydimi? Undan ko'ra Dubayga bor, villa ber, to'g'rimi? Men orzuyimdagi bola toparmon, tutarmon bo'lsa-da, qizlarga umuman qaramasa, iymonli bo'lsa, keyin unaqa bolaga men yoqmasam-chi? Nima yoqmas ekanman? Shundoq qizi, shuni chiroyli makiyajli qilib berdingiz. Makiyajingiz menga juda ham yoqdi. To'yimdan o'zingiz qilib qo'yasiz-a?